aybi topildi, xudo xolasa mashinamizni. Motorni tushirdik. Motorni ochdik, ko'rayotgan bo'lsanglar, aybi nima degan deganlarga, aybi o'sha biz aytgandek, septi metkasi noto'g'ri bo'lib chiqdi. Ya'ni metka ozgina gradus noto'g'ri. Xo'p, motorni polностью tushirib olganimiz sababi bitta hamma yo'g'ini tekshirib, zavodskiy metkaga qo'yamiz, septi. Zavod tomonidan berilgan fiksatorlar yordamida zavod qilib, zavodskiy metkaga qo'yamiz. Videoda oxirigacha kuzatinglar, sizlar bilan birga motor terib, mashinaga bosib birga yurg'izamiz. Inshaalloh mashinamizni ham yurg'izib oldik. Motorlari e'tibor beriladi, ishlashlari xudo xolasa tiniq, zo'r. Оборотлari ham xudo xolasa bir xilda ishlab turibdi. Bizga kelganda оборотлari o'ynab, motor qaltirab uchib qolayotgan edi. Profilda videolar bor, ko'rsanglar. Agar ko'rmaganlar bo'lsa, xudo xolasa mashinamizda xatolar, hech qanaqa ошибкалari yo'q. Hamma yo'g'ini tekshirdik, hamma yo'qlari zo'r. Akamizga topshiramiz.